Mana shunaqa joylarda maza qilaman. 10 ga qayligin deyapti, 10 ga qaylisam nima bu ahvol? X, mix, rishotka, pishotka kim ochib beradi menga, voy? Ochinglar, kirib olaylik. Qayerdan kiradi mana bu joyga o'rtoqlar? Qaranglar, hech qayerdan kirish yo'q-da. Ajoyib a. Ye qo'yil. Ye qo'yil. Voy, eshikni ochib berishdimi? Mazami menga shep bo'lib kirib kelaman, shep. Klientimiz ham mana shunaqa mulozamatga yarasha inson bo'lsin ish qilib. Qani bizning klientimiz, eshik ochib bergan klientimiz qani? Mashtadan chiqarlarmi? Qaysi eshikdan chiqmoqchilar? Konditsioneri pasaytiraylik deyishdi 3 ta bola bilan o'tirib. Ota-ona. Bo'ldi, hop. Qanchaga pasaytiramiz? 1 ga qo'yib qo'yishdi o'rtoqlar. Yonib ketyapman deb orqalarni yopib qo'ydim. Mana orqalar yopiladi. Orqalar yopilgan. U yoqqa urmaydi baribir, sal ko'tarmaymizmi desam, yo'q, bizda bolalar bor. Rahmat sizlarga, menga yozgi issig'ida issiq taassurotlar qoldirganingiz uchun. Ja, bunaqa ayovorish ham bo'lmaydi o'zi. Urmaydigan variant qilib salgina salqin qilsak bo'lardi.